42-3 yillarda davlatimizga juda ham katta oqimda tashqaridan elektromobil, shunga o'xshagan mashinalar importi juda ko'p bo'ldi. Ana undan keyin odamlar nima qildi? Uni logistikasi bilan shug'ullanish maqsadida bunaqa pritseplar sotib olishdi. Nima demoqchiman? Hozir mana endi elektromobillar importiga ham qaysidir ma'noda bojlar qo'yildi. GM chastniklar bilan logistikani shartnoma qilishni to'xtatdi. Bu pritseplar endi turibdi. Uje puli chiqib ketgan bu mashinalarni mana shu 24-yilning oxirida sotib olgan odamlar bo'ldi-da, qiziqib. GM zo'r pul berayotgan ekan, u ekan, bu ekan deb sotib olayotgan odamlar bo'ldi. Kreditga olishdi, tegashni ham kreditga olishdi. Например, bizlardan FAV olganlar bo'ldi. Pritsepini ham katta pulga olgan, qimmatga, tegashni ham kreditga olgan. Ana o'shalardagi ahvol qiyin hozir. Juda katta muammoga uchrashyapti. Ya'ni shartnoma beryapti-ku, logistika zo'r-ku deyishdi-da. Olishdi. Mana hozir kreditdan muammo bo'lyapti. Eslasalaringiz 2012-2016-yil, 15-yil adashmayotgan bo'lsam, Oqcho'loqda zavod qurildi Qoraqalpoqda. Unda mana unga o'xshagan katta kranlar ishladi u yerda. Toshkentdan ko'p boylar jo'natishdi kran, yana boshqa hududlardan avtokranlar ishladi. XMG, Zoomlion 50 tonna, 30 tonna, 70 tonna, 100 tonnalik kranlar ham ishladi. Ana o'sha zavod qurilishiga yaqin qolgan payti ham ko'pchilik odam mana shunaqa kranlarni почти $300,000 gacha, $100,000 $300,000 bo'lgan kranlarni kreditga sotib olishdi. Ana u yerda ham koreyslar shartnomani to'xtatgandan keyin o'sha odamlarda yana katta muammolar kuzatildi. Qurilish tugagandan keyin tanishi bor odamlarni kranlari boshqa obyektlarda ishladi. Tanishi yo'q odamlari kranlari pitaklarda turdi, ishlamadi. Aytmoqchi bo'lganim nima? Bu videoni qo'yishdan maqsad nima? Hozir sal shoshayotgandim. Bu videoni qo'yishdan maqsad sizda qanaqadir 100% kafolatlangan shartnomangiz bo'lsa ham, 100% siz keladigan pulingiz tayyor bo'lsa ham, hech qachon kreditni yoniga yo'lamang. Mana kreditni yoniga yo'lasangiz, mana shunday muammolar kuzatiladi. Salomat bo'linglar.